O'z go'zal. Qaranglar turishlarini oldi. Mana uzumlarni qaranglar mana. Mana sliva mana. Sariq sliva, qizil sliva, yaponka har xil slivalar mana. Qadoqlarga qaranglar, juda chiroyli odamlarni o'ziga tortadigan darajada. Iltimos qilamiz dehqon bobolarimizdan. Sifatni birinchi o'ringa olib chiqamiz. Poliz ekinlari va boshqa ekinlarda sifatli mahsulot ekib mana qovunlar. Qaranglar, bizda toruz mana tevasli qovunga qarabman. Mana chiroyli. Hoji aka havas qiladi inson. Brendga o'tishimiz kerak, brend. O'zbekistonning hamma dehqonlariga iltimos qilaman. Akalar, chikanka qilaylik mahsulotlar. Mana sotilishlarni qarang, tovarlarni chikanka qilaylik mana. Makka, bu kartoshkani qarang, Xitoydagi mana bir xil kaliber, bu qarang mana. Shunaqaga o'tishimiz kerak. Piyoz mana. Mana piyoz, hozir mana piyoz pasi ushlaydi-da. Bu qarang hozir aka. Mana oling bu qarang. Odamda havas keladi. Oddiy piyozni mana. Mana piyozni qarang, odamda havas keladi mana. Biz nimaga kurashyapmiz? O'zbek brendi ham, o'zbek tovarlari ham shunaqa brendga o'tishimiz kerak. Shunaqa ratlarda, shunaqa joylarda brend biz kerilib, katta gapirishimiz kerak. Bizning yukimiz, bizning mahsulotimiz dunyo talabiga javob beradi. Bizning dehqonlarimiz, bobolarimizga iltimos. Chikanka qilaylik, sifatli mahsulotni songa va sifatga ishlaylik, xudo xolasa.